sizda nimadir protses bo'lsa, men emas, o'zingiz aybdorsiz degan maqsadda menga tilxat yozdirib, qo'l qo'ydirib olishgan. Toshmalar bo'lgan, shu bitta-ikkita aknalar toshib turar edi. Oliy ma'lumotli dermatolog edilar. Ular ko'rib, lecheniya qilganlar, plazmali lecheniya qilganmiz. Boshida zo'r rezultat bergan, yuzim takoi tarang tortishib, o'sha toshgan toshmalar ham ozgina miqdorda kamaygan. Ikkinchi marta olganimda infeksiya bo'lgan. Bilmadim, ular yoki sterilni ishlaganlar, kichkina infiltrat, infeksiya paydo bo'lgan. O'sha erinchani ko'rsatishga o'sha vrach yonlariga borganmiz ekan. Rastvor berganlar, dori. Uni bitta surkaganimdan keyin yering qotgandek, naborot kattalashgan. Butun yuziga tarqagan, o'sha joy yopilib qolgan. Chunki yering chiqib ketishi uchun yo'l ochib bo'lish kerak. Ular yo'lni yopib qo'yadigan dori berganlar. Повторный bordik, o'sha vaqtda Raukutan yozib berganlar. Ular подростковый возраст vaqtida unaqa dozalarini to'g'ri dozirovka qilish kerak. Katta dozada yozganlarda, menga nimadir bo'lib qolsa, sizda nimadir protses bo'lsa, men emas, o'zingiz aybdorsiz degan maqsadda menga tilxat yozdirib, qo'l qo'ydirib olishgan. Yeringga ketkazadigan hech qanaqa protseduralarni qilmaganmiz. O'sha vrach mas'uliyatni bo'yniga olib, oxirigacha bormaganlar birga. Meni aybim emas, nima qilsang qil degan, короче. U yering bilan ko'chaga chiqish ham mumkin emas. Havo juda ham issiq vaqtlar edi, yoz. Diskomfortni, qichishlar, achishlar bo'ladi. Qiz bola uchun bu juda ham qo'rqinchli holatda. U vaqtda hali kosmetologiya u darajada rivojlanmagan. O'shaning uchun ham o'zim oliy ma'lumotli bo'lib, meditsinskiy yo'nalish bo'yicha ketaman. Birdaniga o'zimda qiziqish bo'ldi, chunki men juda ko'p doktorlarning yoniga bordim. Rezultatni hech kim chiqarib beramiz deb aytolmayapti. Bo'lishi mumkin, ko'ramiz. Sizda tajriba qoldi. Odamda tajriba o'tkazish bu noto'g'ri narsa-da. Yo'q, afsuslanmayman, chunki men shu sohaga kirib kelishimga shu narsa sabab bo'ldi. Lekin hozir men o'zimni sohamni juda ham yaxshi ko'raman. Harakat qilaman odamlarga qo'ldan kelgancha to'g'ri yo'l ko'rsatishi, chunki ichimdan nimalar o'tganini bilganim uchun boshqalarni shunaqa holatlarni his qilmasligi uchun ham men o'z ustimda ko'proq ishlayman. Odamlarni hayotida tajriba qilib, yuzi bilan hazillashib, sinalmagan narsalarni ularda sinab ko'ra olmayman. Sababi ularning go'zalligi va ruhiyati qisman menga ham bog'liq.